Mer iltimos endi unaqa qilmayman. Polizlar qarayman yaxshilab. Mer qo'yma deysa hali men qaytib kelib shu qishloq sotib olaman. Polis ko'pda qishloqda pulini olasiz ko'rchi. Yo'q. Yerdan 64 ta non chiqardi. Men shu ketdim. Bo'pti yo'qolib. Boring. Hadi buyumdan narsalar olay. Do'stlar. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mafiyanza do'stlar. Bugungi videoda ko'rib turganingizdek, afsuski mana video olmoqchi edik. Mana Mer hammasini o'sha yerga chiqdi. Endi video buzildi video. Mana orqadan keldi. Qanday holingda? Eshitaman. Xullas do'stlar, endi afsuski qishloqdan ketyapmiz. Boringlar. Do'stlar, ana narsalarimizni olamiz. Mana işte uzun xat va bu ana bo'ldi. Endi bo'lsa mana bo'pti hammaga. Hayır, Polat. Heshmat bo'pti. Hamma ketdi yaxshi. O'qishlardan uzoqqa ketamiz ammo do'stlar. Hop. Mana shu daraxtlar yonida uy qilish kerak. Qani bo'lmasa uy qilganimizga daraxt kerak. Daraxtlar bo'ldi, endi bizga tosh kerak. Toshga bo'lsa men ketishdim va shaxtadan toshlarni sekin olishga tushdim. Menimcha mana shuncha tosh yetadi do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Tezroq bizning 1000 obunachi bo'lishimiz kerak. Temirni nima qilaman hozir? Chunki o'zi uyni qurib olish kerak. Qishlog'ini ko'ray. Do'stlar, sizlar yemaga merlarning qishlog'inglarda haydagan bo'lsa like bosib qo'yinglar bitta. Hop. 33 ta. Ataga 33 ta. Ana. Voy ana. Agar video yoqqansa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta shunaqa qiziq videolar chiqish uchun sizlar bilan Mafiyanza bo'ldi.